Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun qavziyatninki sababi, oqibati va uningdan saqlanish degan temada qisqacha leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men bu leksiyada asosliqi qavziyatninki qandaq shakllanganligi, ya'ni nima sababdan qavziyat paydo bo'lganligi, uni davolamay shu peti qo'yib qo'ygan vaqtida qandoq oqibatlarni keltirib chiqaradiganligi va bizningki uningdan saqlanish uchun nimalarga diqqat qilishimiz kerakligi to'g'risida qisqacha bir tushuncha berib o'tmoqchi. Tövəndə diqqətinizlər leksiyanın təfsilatında bo'lsin. Qavziyat deganimiz cho'ng tarafning qetib bo'lib, u odatda uchayning harakatining oslab ketishi, cho'ng taraf tarkibidagi suv miqdorining ozlab ketishi sababidan kelib chiqqan cho'ng tarafning qetib cho'ng tarafning qilishishi va cho'ng taraf qitim sonining ozlab ketishini ko'rsatadi. Undaqda qavziyatning sabablari nima? Ya'ni qavziyat qandoq paydo bo'ladi va yoki nima sabablardan qavziyat kelib chiqadi degan vaqtida qavziyatning sabablarini tövəndikidek bir necha turga ayirishga bo'ladi. Birinchisi cho'ng uchayning to'silib qilishi. Ya'ni cho'ng uchayning to'silib qilishi sababidan cho'ng uchay ichidagi tarafninki tövenge qarab minishi to'salg'iga uchrashi. İkincisi cho'ng uchay atrofidagi nerva iqtidorining to'salg'iga uchrashi. Ya'ni bu nervlarninki to'salg'iga uchrash sababidan uchayning harakati ta'siriga uchrashi yoki uchayninki palach holiga tushib qilishi. Üçüncüsü, uchayni harakatlantirib, cho'ng tarafni sirtqa haydaydigan muskullarning ojizlashishi yoki uningdagi binormallik. To'rtinchisi, uzun muddat suvni oz ichish yoki badan suvsizlanish. Beshinchisi, tarkibida tala miqdori mo'l bo'lgan yemakliklarni iste'mol qilmaslik yoki nihoyatda oz iste'mol qilish. Oltinchisi, uzun muddat o'ltirib xizmat qilish va harakatni ko'p qilmaslik. Yettinchisi, ba'zi dorilarninki aks ta'siri. Ya'ni biz boshqa kasallarni davolashda ishlatgan ba'zi dorilarning aks ta'siri balkim bizda qavziyat paydo qilishi mumkin. Mana bular qavziyat paydo bo'lishidanki ko'p uchraydigan sabablari. Men yuqorida qavziyatning sabablarini so'zlagan vaqtimda cho'ng uchayninki to'silib qilishini alayda tilga oldim. Undaqda bu cho'ng uchayning to'silib qilishini nima keltirib chiqardi yoki qanday sabab bu cho'ng uchayning to'silib qilishini keltirib chiqardi degan vaqtida birinchisi cho'ng uchaydagi har xil o'sma va cho'ng uchay raki. Ikkinchisi cho'ng uchay qurilmasidagi g'alatilik yoki uchayning tariyib ketishi. Uchinchisi cho'ng uchayning besilishni keltirib chiqaradigan cho'ng uchay atrofidagi har xil o'sma yoki rak. To'rtinchisi ayollarning homila bo'lishi. Bo'libmi homilning oxirgi bosqichi. Mana bular mushu cho'ng uchayning to'silib qilishni keltirib chiqarish orqali ba'zi kishilarda mushu qavziyat paydo qiladigan muhim sabablar. Undaqda bu qavziyatning oqibati nima? Ya'ni biz qavziyatga giribdor bo'lib, uzun muddat davomlashgan vaqtida yoki bizning davolashimiz unum bermagan vaqtida nima oqibatlarni keltirib chiqardi degan vaqtida birinchisi mushu gemroyni keltirib chiqarishi mumkin. Ya'ni cho'ng tarat qilgan vaqtida og'riydigan, ba'zida taratdan keyin qon keladigan ahvollarni keltirib chiqarishi mumkin. Ikkinchisi cho'ng uchaydagi ko'k qon tomirlarni besib,
qon aylanishga to'sqinlik qilishi va ko'k qon tomir o'smasini paydo qilishi mumkin. Uchinchisi, cho'ng tarat yo'lini zaxmlantirishi va cho'ng tarat yo'lining qonishini keltirib chiqarishi mumkin. To'rtinchisi, cho'ng tarat qilish texmi qilishishi mumkin. Beshinchisi, cho'ng uchayning cho'ng tarat yo'li orqali sirtqa sangilab chiqishni yoki so'ngi chiqib qilishni yoki bovasir kesilini keltirib chiqarishi mumkin. Mana bular qavziyat bo'lib uzun muddat davomlashganda yoki vaqtida davolamagan vaqtida kelib chiqadigan yomon oqibatlar. Albatta, qavziyat bizning hayotimizga tahdid ilib kelmasimi, lekin kundalik turmushimizga ko'plagan bearomliklarni akilishi va yuqorqidek ba'zi oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Qavziyatning oldini olish, ya'ni biz nimalarga diqqat qilgan vaqtida qavziyat kasallik giribtor bo'lishdan saqlana olamiz degan vaqtida birinchisi purchoq, ko'ktat, meva-cheva, dalliq ziroat va kipak qatorliq tarkibida tala moddasi mo'l bo'lgan yemakliklarni ko'p iste'mol qilishimiz kerak. Ikkinchisi, tarkibida tala moddasi kam bo'lgan yemakliklarni ko'p iste'mol qilmasligimiz kerak. Uchinchisi, suv yoki usuzlikni yetarli ichishimiz kerak. Ya'ni badanniki suvsizlanib qilishidan saqlanishimiz kerak. To'rtinchisi, harakatni ko'p qilish, aktiv badan chiniqtirishimiz kerak. Beshinchisi, jiddiylashmaslik va turmush besimini tuvaltishimiz kerak. Bu jiddiylashish va turmush besimi yuqori bo'lgan vaqtida bu psixikalik shu qavziyatninki kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Ya'ni biz jiddiylashmaslik yoki turmush besimini tuvaltish orqali bu xildagi qavziyatning oldini ola olamiz. Oltinchisi, vaqtida cho'ng tarat qilishga odatlanish, uzun muddat cho'ng tarat qilmaslikdan saqlanishimiz kerak. Biz odatda shu xizmatning jiddiyligi va har xil sabablardan vaqtida cho'ng tarat qilmagan vaqtimizda shu tarat tarkibidagi suv, suyuqlik uchay tarafidan sumirilib, tarat texmi qitishidi, natijada qavziyat paydo bo'ladi. Shunlashqa biz yuqorqi bu nuqtalarga yaxshi diqqat qilsak, biz qavziyatdan saqlana olishimiz mumkin yoki bu nuqtalarga diqqat qilish orqali qavziyat kasaliga giribtor bo'lishning oldini ola olamiz. Qavziyat kasalini bartaraf qilish, ya'ni biz yuqorqi nuqtalarga diqqat qilolmay qavziyat kasaliga giribtor bo'ldik. Undaqda biz uni qandoq bartaraf qilamiz degan vaqtida birinchisi oldi bilan qavziyat paydo bo'lishining sababini aniqlab chiqish kerak. Ikkinchisi, zarur bo'lgan vaqtida doktorga ko'rinib tekshirib beqish, bo'libmi 45-50 yoshdan oshganlar cho'qim uchayda o'sma bor yo'qligi to'g'risida tekshirish ilib berish kerak. Uchinchisi, yemak-ichmak va turmush odatimizni o'zgartirishimiz, usuzlikni yetarli ichish, tarkibida tala mo'l bo'lgan yemakliklarni iste'mol qilishimiz kerak. To'rtinchisi, cho'ng taratni bo'shatadigan, uchay harakatini tiziltadigan dorilarni ishlatishimiz kerak. Beshinchisi, agar tekshirishda kasal bayqalsa, uni bartaraf qilish va davolashimiz kerak. Mana bular qavziyatni bartaraf qilishda ishlatadigan usullar bo'lib, biz avval osondan boshlab, ya'ni biz diqqat qilishga tegishli taraflarga hammasiga diqqat qilishimiz, ya'ni qavziyat paydo qilishda mo'yin bo'lgan omillardan, sabablardan saqlanishimiz kerak. Agar qavziyat yanala bartaraf bo'lmasa, ya'ni qavziyat yanada davomlashsa, u vaqtida cho'qim doktorga berib tekshirib qavziyatni paydo qilgan kasalliklarni tepib chiqib, shu kasalliklarni davolashimiz kerak. Bo'lmasa qavziyat uzun muddat davomlashishi
bizning hayotimizga, turmushimizga nurg'un bearomliklarni olib kelishi, hatto ba'zi yomon oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Qavziyat to'g'risidagi bu qisqa leksiyani mishada oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'pdan-ko'p rahmat. Alloh hammamizning tinini salomat qilsin, ishlarini o'ngishli qilsin. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Xudoga omonat.